doim bir oilasida, qarindoshida, vatanida bir aziz insonlar bilan har doim faxrlanib yashaydi. Nimaga biz Alisher Navoiylarni, Boburlarni 5 asr, 6 asr o'tsa deb biz yod aylaymiz. Chunki ularning qo'lyozmalari borki, kitoblari borki, kitoblarni o'qib biz u insonlarni qadrlaymiz. Albatta. Sizga bugun faxr va iftixor ila so'zlamoqchi bo'lgan yozuvchimiz Xatirchi tumanida tug'ilgan Mamodali aka O'rinov haqida so'zlamoqchiman. Mamodali aka Navoiy viloyati Xatirchi tumanida tavallud topgan 1959-yilda. Bu sevimli ham shoir ham hikoyalar yozib turadi. Kutubxonamizga keldi. Bizga qo'lida bir dona kitob bor ekan, qarasam Bir kam dunyo so'zini asli mohiyatiga sinchkovlik bilan qarasangiz o'shani o'zi bitta asar. Albatta. Bitta asar. Chunki Shu jumlaning o'zida olam ma'no bor. Kitoblarini varaqlab qarayapmanki, shunaqa bir ta'sirli so'zlar muallif haqida, insonlar haqida, mehr-muhabbat, vatanga bo'lgan muhabbatlar haqida juda ham kirib ketdim. Birozgina ulgurmay qoldim, oxirigacha yetkazishdi. Bu kitobni bizga hattoki mana shu shoiramiz Mamodali aka o'zida bir dona, hattoki eng yaqin o'rtoqlari so'raganda ham bermagan ekan. 3-dekabr Xalqaro nogirali kuni munosabati bilan bizga sovg'a qildi. Biz juda ham xursand bo'ldik bu insonni bizni kutubxonamizga bo'lgan e'tibori uchun. Men tavsiya qilardimki, mana shu kitob bizni kutubxonamizda mavjud. Agar kelib shu kitobdan foydalanib o'qisalar, farzandlar o'qisalar, biz juda ham xursand bo'lardik. Muallifimiz ham xursand bo'lardi. Ikkinchi kitobi ham chop etilyapti. Ikkinchi kitob ham tayyor bo'lsa taqdim qilamiz. Bizning maqsadimiz xalqqa ma'naviyat, ma'rifat yetkazish. Albatta o'qiysiz degan umiddaman. Kutubxonamiz har doim eshigimiz ochiq. Haqiqatdan ham inson o'sha ma'naviyatini mustahkamlash uchun, boyitish uchun ham borish kerak. Ota-ona farzandiga o'rnak bo'lish uchun, to'g'rimi? Biror bir kasbning egasi o'zini bilimini, davralarda bir o'zini so'zi bo'lish uchun ham kitob o'qish kerak deymiz va bu yo'nalishda sizga hormang, tolmang, elga ma'naviyat ulashishda deb qolamiz. Yana bir bor erta tongdan bizning studiyamizga xush kelibsiz. Siz bilan aynan o'sha imkoniyati cheklangan, qalbida kemtigi bo'lgan bir 3-dekabr xalqaro nogironlarni himoya qilish sanasi munosabati bilan ham suhbatlashib turibmiz. Keling, ularga aytadigan dil so'zingiz bo'lsa izhor etsangiz. Sabab